Okey, bu babi yengillik. Buni yuzi eski. Yo'q, buni faralarini qarang, bunda agressivnilik bor-da. Azizlar, akam bilan ozgina tortishib qoldik. Ikkalamiz tanlagan mashina ham segment jihatdan juda ham bir-biriga yaqin. Bu ham 3 qator, bu ham 3 qator, bu ham gibrid, bu ham gibrid. Biz hozir kichkinagina battle qilamiz. Xolis bahoni Sizlar berasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, bu mashinada asosiy e'tiborimizni qaratadigan narsa agressivniy ko'rinish, hashamatli dizayn, odamni o'ziga tortadi. bu mashinaga hashamat kerak emas. Bu mashina komfort uchun yaratilgan. Minimalizmni xush ko'ruvchi odamlar uchun eng zo'r variant. Buni hamma komforti ichida. Bu mashina naq 1350 km yuradi. Bu menimcha siznikidan ancha ko'p. To'g'ri azizlar, bizning mashina ozgina kamroq yuradi. Buning sababi bizda холодильник va orqa qatorda полноценный kinoteatr bor. Biznikilar qayoqdagi monitorga qarab o'tirishmaydi. Shunchaki lyukni ochamiz, toza osmon, живая atmosfera. Azizlar, bizning mashinamizni orqa privodda, bu degani bemalol drift qilsa bo'ladi. Lekin sizniki unaqa emas. Birinchidan, buni bunaqa katta jussasiga drift qilishiga shubham bor. Ikkinchidan, oldi privod qish vaqtida xavfsizlik jihatidan ancha ustun. Uchinchidan, buni ichida 1.5 turbo DVS motor. Buni xohlagan vaqtim DVSini yoqib, motor ovozini eshitib, adrenalin olib ketsam bo'ladi. O'zi bu mashina haydaydiganlar shovqinni yoqtirmaydi. Zato bizda 4 ta yana дополнительный kamera bor. Parkovka qilayotganimizda okey, orqamga qarab turing, tegib ketmaydimi demaymiz. Yana дополнительный bizda kattagina lidar bor. Bu nima qiladi? Bu polosani ushiydi, znaklarni o'qib beradi. Svetoforni ham qizil, sariq, yashil chirog'ini o'qiydi, aka. O'zbekistonda ishlamaydigan narsani maqtanyapsiz? Azizlar, ko'rdinglar, qo'ldan kelgancha mashinalarimizni solishtirdik. Kimga qaysi mashina yoqdi, kommentariyada o'z fikringizni hozirroq qoldiringlar va eslatib o'tamiz. Ushbu mashinalarni avtosalonimizdan bemalol xarid qilishingiz mumkin.